Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, chorva ishqibozlari, buqa ishqibozlari. Mana bugun biz sizlarga Namangan viloyati Kosonsoy tumani Tergash qishlog'ida joylashgan chorva bozoridan bugungi buqa bozorining narx-navosini yorishni boshladik. Barakasi bo'lgan joyidan hurmatli obunachilar. Qirg'iziston shved buqalarimizni barakasi. Hoji aka nech pulga sotdingiz? 35 million. Nech kilo chiqdi kilosi? 35 million bo'lib 586 kilo. Nech puldan taroziga tushdi deganlar, sekin chiqarib olsangiz bo'laveradi. Bugun kun sanasi 12 iyun haftaning juma kuni 2026-yil. Mana bu sigirlarni ko'rsatganmiz. Buni semental buqamizni 70 million narx aytilyapti. Taroziga 85 mingdan, 85 mingdan. Oyog'iga savdo qancha bo'ldi? 61 million. Oyog'iga 61 million savdosi bo'ldi. Tarozigachi? 85 million. Yo, savdosi qancha bo'ldi tarozi? Taroziga savdo bo'lmabdi. Qiziqqanlar nomerda qo'yamiz 90 to'rtlik 206 408 tirik vaznga 750 kilo plus minus atrofida dedi boya akamiz. Mana ammo mol sotda yurgan, sakrab yurgan ekan. Bo'ylari 150 ga yaqin kelib qolsa kerak. Sal tortani ekan. Uni ona bola ham shu akamizdan. Yemadi ekan, mana onasi. Ona bola yemadi. Bolasini 8 oylik. Men akamiz. Buni 65 dedingizmi? 75. Ha, 75 dedi buni. Qornida 5 oylik bolasi ham bor ekan, uzi qilingan. Ovoz. Shunaqa gaplar ekanlar. Qani? Greenford ishqibozlari ekan, Greenford. Balon yurib qoldi. Buqani egasi bormi? Shved sotilibdi. Qancha sotilgan bilmadim. Zo'r boqib qo'ydi. Bunisi ham barak bo'pti. Yangi arqonda turibdi. Faqat egalari yo'q. Bunisi ham barak bo'lgan. Buqani egasi bormi? Buqani egasi yo'q. Mana ular qanchadan sotildi bilmaysizmi? Savdolarni ko'rsatib boraveramiz. Egasi yo'q, tomosha qilaveradi. Egasi bormi? Hech kim yo'q, sotadigan. Bahodir. Qancha? O, mana buqamizni 36 million 500 savdosi bo'lyapti. Tirik vaznga 550 kilo. Yoni bu yerda kelib qolsa kerak. Mana ular egasi yo'q ekan lekin. Ketdik. Voy, buqamiz. Greenford egasi bormi, Bahodir? Narxini eshitmadingizmi? Xo'p. Rahmat. Savdo bo'lmadi. Savdosi bo'lmabdi hali. Buqalar kam, hurmatli obunachilar. Endi kichkina tarafga o'tganimiz yo'q. Mana buqani zo'r boqib qo'ydi. Siznikimi? Nech bo'lyapsiz? 550 kilo atrofida buqamiz. Puli nech bor? Puli qancha? 32 million 500 savdosi bo'ldi, bergani yo'q ekan. Taroz topgansizmi? Taroziga savdo qilmadi? Taroziga savdo qilmadi. 32 million 500 ga bermadi. Yaxshi, zo'r buqa ekan. Nech pul aka? Uchalasi ham siznikimi? Ikkita Greenford 35 milliondan narx so'ralyapti. Bo'ylar shu biri 25-30 ga yetmagan. Ikkalasi nech kilodan chiqadi tirik vaznga? Tortib ko'rmagansiz. 450 deb qo'yaymi? Shunaqa bo'ladi. Savdo qancha bo'ldi? Ikkalasi 59 savdosi bo'ldi. Lekin ana bergani yo'q.
Mana buni 35 dedingizmi? Ha? Shvedda. 35 million narx aytilyapti, 31 million savdosi bo'lib turibdi degan. Taroziga tortmagansizmi? Tirik vaznga 471 kilo kelgan ekan mana shu qon. Yaxshi ko'rsatib qo'ying. 471 kilo. Ariqroq olgani rasaboqiy degan. Ha. Joyiga kelibdi-da. Hali kurash chiqmagan ekan. Simentalda zo'r turibdi aytdi, hozir ko'rsataman. Hoca aka nech bo'l? 45. 48'ga o'tib beraman. Siznikimi? Yo'q, akamniki. Biz xaridor. 48 million. 48 kami bor, ha? 50 kam bor. Ha, 50 kami bor. Savdosi qancha bo'ldi? 45 bo'ldi. Hop. 45 savdosi bo'libdi. Bu hoji akamga 48 ga bo'ladiganini aytgan bo'lsa kerak-da. 48 ga ozgina o'tib beraman debdi-da. Siz olasa, nasibsa. Xudo xolasa, xudo xolasa biz zot Siz olamiz. boqasizmi? Zot olamiz, boqamiz, zot olamiz. Ovozing bormasa, bormi deydigandan-da. Yoshi qanaqa aka yoshi? Ikkita kira yorgan. Kurachi, ekura ekan. Qarang. Ekura bo'libdi. Lekin vazni kichkina. Olti yuz nechi kilo? 20 ta chiqib qolar. Ha, tirik vazning 620 kilo chiqib qolar. Sigir bozorda ham syomka qilamiz. Bo'g'ozmi do'stim? Bo'g'oz. 8 oylik ikkinchi qoringa. Shoxlarini kestirib qo'yibdi. Ikkinchi qoringa 8 oylik. Bo'ylab 1.30 atroflarda keladi. Nech pul so'rayapsiz? 35 million. 35 berib aytgan joyingiz? 32 ga bermaydi. 32 ga bermayapti. Ustiga yurgan odamga sotamiz. Bir 500 da berasiz-da. 33 da ustiga yursa gaplashamiz. 33. Yo'q. 1 million qo'shtirib olyapsiz-da hozir indamay. Xalq savdo qilganiga 500 ming qo'shib beradi, dastlabki qilib beradi. Bo'ptimi? Dastlabkasi. Bo'pti, 1 million qo'shib beradi, dastlabki qilib beradi. Shunda sizga 500 ming qoladi. Nomerni ayting. 94lik 268 32 12. Uyda bor yana. Ha? Uyda bormi yana? Uyda bormi? Uyda bormi yana? Bo'ldi, molxonada. Aka, omonmisiz? Hozir tergachida trendda bo'lib turgan buqamiz, mana shu buqamiz. Savdosi qizg'in bo'lyapti. Do'stim, nech bo'l? Nech pul so'rayapsiz? 28 million qilishyapti. Siz qancha narx aytdingiz? 30 kam bor dedingizmi? 30 million kami bor, 28,5. Oldingizmi? Tamamız. 27'ye baraka vurdu ama kısa. Allah nime gel. Geç buradan. Ha? Geç buradan gel. Qanchadan? 38'dan yapalım. 5 5tasi 38 milyondan. Tirik vaznga. Onun kattayız 500 kilodan o'tadi. Qanosi yetmay qoladi. 500 kilo pilis minus. Quyuq suyug'iga, ariq semiziga 500 kilodan turaveradi taroziga. 38 dan deyapsizmi? Savdo ko'rdimi? Kuni 71,5 million qilyapti. Mana shu ikkitasini 71,5. Taroziga nech pul qo'yib berasiz? Taroziga 2 million. Hali kurashishmagan. Uzoq qamiz. O'siydigan akalar Rossiyadan kelgan. Hali yemagan. Zagonda Bu hali kichkina bo'lib baqaloq bo'lib qoladigandan emas, bular mana shu turnaga yetib boradigan turidan. Chunki katta bo'ladigan sortidan-da suyagi ham aytib turibdi. Qanchadan berib olasiz bir joyga kelishtirib? Hech kim yo'q mana, xaridorlar yo'q.
Ayting. 30 106'dan beryapmiz. 6dan mo'ljal qilib turibdi. Bosamiz akalar. Olgan odam yutadi mana shular, to'g'risi. Mana bu qolag'an. Nomerni ayting aka. 94lik 752 2400. Angus qarang, Angus degan joyda. Xo'p. Voy men kelayotganimda maydan yo'lda kelaytiradilar-a. Gap yo'q. Mana zotga qo'yib beryapti akamiz. Puli nechi bo'l? Ana qani aka, o saqolli aka. Puli nechi bo'l, hoji aka? 50 million narx aytilyapti. Savdosichi? Aldı bo'lmadi. Hali savdo bo'lmadi. Hali savdo bo'lmadi. Nomerni aytib qo'yingchi. Telefon nomerini aytib qo'yingchi. Hozirda telefon nomeri topshaman. Telefon nomeri topshaman. 91lik 052 5104. Sakrashi zo'r ekan akalar. Mana bu qonun. Qizigandan qizyapti. Bu rossiyskiy savdosi bilan qancha ishlagan? 32,5. Bu 32 million 500 ga mana shu qorovlar gol ishlaganga o'xshaydi. Gol ishlay parodamiz savdosi bo'lyapti. Biri 40 atrofida keladi. 500 kilo qiynali kelib qolsa kerak. 5-10 kilo qiynaladi. Abi danashcha buqamiz. 400 kiloga yetib yetmagan buqamizda. Savdosi bo'lyapti. Aka nechi pul ekan puli? Qanchaga? 28 ga. 28 ga. Savdo qopdi. Shved savdosi qizyapti. Qancha? 20. Qancha o'lyapti? 26, 27. Qancha o'lyapti? 26 ga 200 ming kam. Ha, 26 ga 200 kam. Resbek akaga ham. Xo'p. Necha oy bergan bolasi? 9 oy. Puli bilan bo'lyapti ekanda. Sizdan like bosib qo'yamiz, hurmatli obunachilar. Endi mana haqiqiy boqaman deydiganlarda ko'radigan joyi mana shu tarafda. Kichkina to'ylar. Bular jaydari buqalarimiz kurashchini ham chiqarib chekinlik. Necha pulga sotildi aka? 41 million 300. Yekalasini 41 million 300 ga mana shu ikkita mesli buqalarimizni bermay turibdi. Bu kattasi necha kilo chiqib qolar? 360 bormi? 400 kilo chiqadi deyapti, voy. Zo'r, semizligi zo'r ekan. Gap yo'q. Ha, uxamay. Yaltiratib yuboribdi. Nechi pul ekan? 23 dami. 23. Savdosichi? 21 kilo. Sal tortaring. 21 savdosi bo'lyapti ekan. Bo'ylari shu 120 yoni berida kelib qoladi. 9-10 oylik yonda. Shved zo'rlari bu yerda. Aka nechi pul bo'ldi? Sotamiz. Sotamiz. Shved egasi. Hojaga ekalasi sizga qarashdimi qo'lar? Egasi yo'q. Bo'ldi. Kuchlisiz olibsizda, ha? Shu. Siz ham jo'q qolibdi, kichkina bilan. Siz akam. Bular nechi pul, do'stim? 50 million kami bor. Savdosichi? Ikkalasiga 25 milliondan 50 million narx aytilyapti. 44 atrofida savdosi o'tiribdi. Xaridorlar ham bor. Bo'ylari shu 1.15, kattasi 20 ga qiynalib kelib qoladi. 7-8 oylik shoxi chiqmaydigan zo'r variantidan. Mana bular semirganda ham danachcha bo'lib qoladi. Ha, shvedlar qarang.
Zo'r ekan. Qancha sotildi mana shu? 70 million. 70. 500 million. Uchalasimi? Hop, mana 1, ha? Mana 2, 3. 70 million 500 ga baraka. 70 milyon 500 mi? Ha, 23 dan bu. Aynen 69. 69. Bolalik o. 69. Bu sotildimi aka? Ha, 22 milyon to'lıyor. 22 milyon 400. 19 milyon 750. 19 milyon 750. 21 milyon. 21 milyon. Va men bilan birga yursangiz bo'lar ekan. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Hammasi narxini bilasiz ekanda. Akaga Zo'r. Gap yo'q. Ko'rsatdik ular. Ular egasi kim ekan? O, egasi yo'q. Mana bu yigitlarda shekilli. Do'stim, nech bo'l? Ikkalasi 50. 2. 52. Ha, savdo bo'ldimi? 24 dan. Hop, 24 dan savdo bo'lib turibdi. Ammo oyoq qo'li uzun. Yaxshi. Korpuslari ham zo'r ekanda. 24 dan bo'lyapti. Klass to'riskilar chiqmaydi, lekin yaxshi pul beribdi. Kilaga hisoblaganda, lekin ko'chatga hisoblasa arzon. Mana shunday holatda. Mana Rossiyadan kelgan buqalar nech puldan ekan? Do'stim, mana ular. Buni bilmadik aka. Egasi yo'q. Mana buqalar qarang. Chaman, chaman. Ko'zatay hojaka mana shu hammasini 7 tasini. Nech pul? 7 tasini olganga 31 milliondan kami bor. 7 tasini olganga 31 milliondan kami bor ekan. O chekada qora sizniki bo'lsa 1 2 3 4 5. Mana bu kichkinasi 7-si. 5 ta. Mana 2 tasi toza Greenford. Mana ular ham Greenford. Mana shu bittasi sementalga chachishgan ekanda. Mana 2 ta Angus. Rossiyadan kelgan ekan. 29 dan beraman deyapsizmi? Ketaveradi mashina olib. Dastlabkasi. Dastlabki nuqta arqa hamma narsasi bor. Qayergacha dastlabki? Vodiy bo'ylab hojaka. Vodiy bo'ylab. Hop, klassi nech kilodan nech kilogacha qolaysiz? 300 kilo hammasi tegadi. Eng kichkinasi ham. Tirik vaznga 300 kilodan tepa deyapti. Xohlasa. Mana. Tamam bas. Bitta mashinasi kelmaydi ekan, ha? To'g'ri aytishgan. Mana ular shu 300 kilo shu tepa. Buni Angus bilan narigi tarafi semizroq ekan. Zo'r ekan. Boqsa bo'ladi. Nima ayting? 94 94lik. 804 51 804 51 10. Bo'ylari 1.25 ga olaverasiz. Mana ularni sal teparoq ham chiqib qoladi. Aka, hamma narsa zo'r. 35 ta bor. Hop. Mana bu qo'lar qarang. Haqiqat yaylovda yurib kelgan buqalar ekanda, Qirg'iziston buqalari ekan. 30 ta 35 ta bor ekan, mana shunaqa buqalar. Suyagi zo'r. Endi yo'lda anaqasi bilinib turibdi. Korpuslari zo'r. Nech puldan nech pulgacha? Bek, narxini ayt bo'ladi. 23.5. Kamichi? Yigirma pastda bittami bir joyga? Ha? Mana jupini 44 berishyapti hozir. Yo'q, hammasini deyapman men. Bir joyga olaman degan 22.5 dan dastlabki hayri Ha, hamma. 21 ga. Yo'q, Bo'lmaydi. 21 da ustidan. Chincha qo'shamiz, ha? Berasa 21 million 200 dan. 21.5 dan bo'lib chiqarib beraman. Voy, keng endi. 10 tasini bitta go'shadingda. Bo'pti, 10 ta olganga 21 million 300 dan. 21 million 500 ming dan 10 tani oldim chiqarib beraman. Mola katta bu. Qo'yki mana bu lekin. Yo'q. Molni yomon deganim yo'q. Yo'q, yomon dedi. Puliga tortishyapti xolos. Mana. Yuriklar. Puliga arziydi akalar. Bo'ylari 30 kilo uradi, bemalol. Yosh. Ichida kattalari ham bor, o'y. 23 million 500 dan so'rab turganlar. Telefon necha, do'stim? 70
70'lik 120. 120 0999. Mana shu och qoringa, charchoq holatiga, taroziga necha pul tortib berasiz? Yo, tarozi. Yo, endi qanchadan tushadi shu charchoq holatiga? Taroziga tortib bermaganmiz. 80 dan tushib qoladimi? 82 ya, shunaqa. Taroziga hisoblasangiz 80-82 dan keladi. Buni endi masalan yashirish kerak yo'q. Oyog'iga olsangiz mana shunaqa tushadi. Xolis gapirish kerak. Chunki bular yemda turmagan, yo'lda charchog'i bor. 30 kilo, 35 kilo vazn yo'qotgan. Bir haftaning ichida tiklaydi. Olib boqsangiz, 60 kilo qo'shdi deb o'ylaysiz, aslida bu charchog'ini tiklab olgan bo'ladi. Keyingi oydan ko'rasiz, qanchadan qo'shish. Ke omad. Ismingiz nima edi? Bekzod. Bekzodjon yurtdagi bas qo'ying. Rahmatjon olsun. Do'stim Umidjon savdoni qizdiryapti. Yering shuni. Spesnas nech bo'l? Boshqa 37,5 berdim. Mana ikkalasiga 37 yarim. Bozoringiz bersin. Hurmatli obunachilar, mana shu buqani qiziqqanlarga sotaveramiz deyapti. O'zi 23 millionga olibdi. Yarimmi? Yarim. 23 yarimga olibdi. Qo'yda bersalaring sotar ekan. Ammo sifati, korpuslari yoqdi. Men 24 yarimga oldingizmi desam, 1 million arzon olibdi mo'ljalini. Ammo Akam arzonchi. zo'r. Nomerni ayting akam. 94. 94lik 761 82 bo'yi necha chiqadi deganlarga 1.18 chiqadi. 8-7 oylik atrofida bo'lsa kerak. 4-7 a'zolariga bittalayk. Ha, kabi. Yo. Nimaga bo'lyapti? Tugatdim hozir. Aka barakami? Hop, kichkinalardan ko'rsataychi. Mana shu kichkinalar. Voy, mana qarang. Shu zo'r ekan-a. Mana olangiz nechi pul? 25. Savdo qancha bo'ldi? 22 million 500 bo'ldi. 24 dan shvedlar so'raganlarga oyoqlari formalari juda chiroyli. Kattasi bo'yi 1.23 chiqadi. Savdo qancha bo'ldi? 65 yarim bo'libdi. 3 ta shved. 65 yarim. Nomerlar so'rab qo'yamiz. Qorovlar rossiyskiy uchun 90. Nechalik nomeringiz? 90'lik. 90lik. To'rtlik, hop. 174. 174 32 30 Polvon necha nomer? 928 1011. 24 ga 7 aloqadamiz. Bittadan like turib tutamiz. Voy aka. Zo'rini olibdi mana shu akamiz. Qanchaga oldingiz? 22 ga olibdi. Mana shu arzon. Arzon olsari? Ha? Ismingiz nima edi sizda? Shu 500 ming. Assalomu alaykum. Voy gap yo'q akam. Mana undan topamizmi? Mana undan topamiz. Mana. Mashinaga. Mashinaga. Ilgichi qayerda ilgichi? Ilgichi mana bu yerdan podgaloniy suqiladi. Cobalt, Gentra, Spark, Nechi pul bu? 70 ming so'm. To'rttasimi? Donesh. Yo'q, donasi. Akani shlyapasiga. Voy. Umidjon nechi pul bo'ldi? 38 ga oldim mashina. Qo'shib yuboribsiz-chi? Ha, 200 ming qo'shdim. Ha, gap yo'q. Yemga tashlaymiz. Keng, qo'lingiz Assalomu alaykum. O'zingiz yaxshimi? Aka, qolib ketmadi. Alina o'tirib. Voy. Zo'r shvedlar mashqqa chiqadi, akalar. Qarang. Do'stim nechi pul bo'ldi? Narxini bilmayman. Yo, omon. Uzoqchalar qarang. Yiltirag'idan. Nechi pul? 16, 18. Qancha bunisi? 23. Savdo bo'ldimi?
20 milyon 200. Ularchi? Buni 16 bo'pti, bunisi 14. 14. Nech pul bo'ldi aka? Qaytib. Nomer qo'yib qo'yamiz. Qiziqqanlar. Telefon nomeri nechi edi? 94lik. 745. Nechi? 35. Muzaffar bormi sizda ham? Assalomu alaykum. Shvedlar bundan zo'rlari bor aka. Bilasizmi, prosto Bundan zo'ri yo'q, aka bozor bo'yicha aytirjam bo'lavering. ey aka ko'rak. Eng zo'ri shu. Qancha aka? 26 million. 26 million. Ha, Muzaffarda. Shvedlari zo'r deyapti. Spatak haqiqatan ha. Bundan zo'r aka. Zo'r. Zo'riga tan berishgan. Nech pul bu? Aka 24 yarimga sotdim. 24 yarim. Bunisi-chi? Bunisini aka 21 yarim qilyapti. 21 yarim. Tagi serob. Tagi serob aka bundan zo'rlari bor uyda. Nomer. Nomerlarimiz 77lar. 261 1787. Omon. Qancha bo'ldi do'stim? Obuna Ko'ryapsiz. O, uchini Shopir aka. Tanib qoldim sizni. Nech pulga oldingiz buni? Ha? 19. Hojibo nech pul buzoqcha? 18 buzoqcha mana. 2 oylik, 3 oylikmi? 2 oylik, 18. Savdo bo'ldimi? Savdo qancha bo'ldi? 14 yarim. Telefon qoldirasizmi? 93lik. 925 23. Ha, 923 0020 1. Mana, telefon. Bemalol bog'lanamiz. Bo'yi 1 metr ketmagan. Ha, bu kibritimiz. Buni ona bola ko'rdikmi boya? Ajratib oldingizmi? Yana simental, otasi rossiyskiy. Chunki ko'zini yarimi shunaqada. Enasini ko'rdim boya. Nech pul o'zi? 22 aytilyapti. Savdosi 19. 19 savdosi. Zo'r, omad. Anjoli ekamiz. Aka nech pul? 13 milyon 800. 13 milyon 800 ko'k. Bo'rini savdosi qilyapti. Yaxshi. Uni ajrlar ko'rsatib qo'ying. Uni ajrlar ko'rsatmadik. Ha, turuvdi qarang uni. Voy, do'stim nech pul? Puli nech pul? Narxi nech pul? Narxi? Ha. 4 Qancha? 24 berildi. Mana shu munojaramiz 24 millionga berilmoqda. 10 oylik bormi? 10 oylik, 8 oylik. Avlik bo'lgan shved. Yo, shvedga simental chatishgan ha. Onasi shved, otasi simental. Shunaqa. Nomerni ayting. Voqea degan ekanda. Ayting. 90lik. 009 66 62. Nech pul? 46 ga ketdi. Mana sigirimiz. Bolasi qo'cha. Bu nech pul ketdi? Qaytibdi bu. Bu nech pul bo'ldi? 34. Bos, 34. To'g'ri. Birinchi qoringa. Rasasi ketdi. Sizlar nech puldan buni ajrlar?
15 yerinden kıyamam. Hammasi 15,5dan kami bor ekan. Savdolarichi? 14-6'dan vermem. 14 million 600 dan bermay turibdi ekan. Bo'ybaslari 1.15 atroflarda chiqadi. 8 oylik atrofda uni ajralamiz. Telefon? Telefon yo'q. Vau, shu yerda qarang. Puli qancha do'stim? Hammasiga ayting. 50. Qancha savdo bo'ldi? 50 aytilyapti. Barini sigir qilsangiz zo'r sigir bo'ladi. 46,5 savdosi bo'libdi. Olib tashab qo'ygan odam yutadi. Nomer 90. 94'lik. 94lik. 848 848 9706. 9706. Keyingi haftada pulini berishga beraverasizmi? Menga? Hamma ko'rib o'sha qiziqib bo'lmasin. Yo'q, keyingi haftaga. Zo'r ekan akalar. Boshlarni ham ko'rsatib qo'ying. Qarang. Shikolat. Kichkinasimi? 35 bering. Hop, manzil Namangan viloyati Kostansoy tumani Tergach qishlog'idagi chorva bozoridan bo'ldi. Bitta like bosib qo'ying. Sigirni zo'ri mana 48. Qanchaga ketdi? 42 bo'ldi. 42. Arzon sotdi. Ha, aytmoqchi bu qochmagan. Oz bo'lganda boshqa narx bo'ladi. Necha pul bo'ldi? Qaysi biri? Kattasi. Mana Kattasi 38 o'pdi. Bunisi 19 o'pdi. Katta tez kunda tug'adi, unisi qochmagan bo'ldi. Yo, necha pul bo'ldi? 13 million. 13. Oxinjon ukasi. Jiyani. Jiyani, aka. Shved yorvar ishini. Qancha bo'ldi? Bu qancha bo'ldi? Qancha? 32,5. Rossiyskiy. 32,5 bo'ldi. Qorovlar Rossiyani. Qolaridan necha pul? 28. Shu yerda tug'ilgan. 28. Bunisichi do'stim? 26. 26. G'ozimiz birinchi qorang. 7 oylik atrofida. Bu qochmagan unajimiz. Qancha? 29. Yo'q, qochdi. Bu ham. Mana shvedlar ko'rsatib qo'ying. Bu qancha pul bo'ldi? 27. Zo'r. 60 foizga tayyor o'qamiz. Oslarni ko'rsatmayman. Qarang. Sigir qilsangiz arziydigan. Polvon necha puldan so'rayapsiz bularni? Ha? 24'dan kam. 8 so'radilar. Qancha qo'shadilar? 2 million qo'shadi. Mendan so'rayapti. Necha pul bo'ldi savdosi? 20 chakam 21 bo'lyapti qorasi. Ozginasi ham 20 bo'lyapti xoros. Nomerni aytib qo'yingchi. 95. Pochta 95 da qattiq aytib. 790. 790 15. 15. Ikkalasining savdosi qancha bo'ldi? Bu mana ikkitasi 44 ga chiqdi. Sotilgan mollarni ko'raychi. Necha pul ketdi? Bularni narxini aytishmadi. Bular necha puldan bo'ldi? Bug'oz. Ikkalasi ham 8 oydan bug'oz. 53 o'pdi. Bunisi sigir necha pul bo'ldi? Bolasi orqada 52 ham bolasi. Buqa 20. Qancha bo'ldi? 20? Qancha bo'ldi bog'ot? Eshitmadim. Aytmaydi. Necha oylik? Ona bola. Necha pul bo'ldi? 32. Bunaqancha ekan. E'tiboringiz uchun rahmat. Videoda xato kamchilik bo'lgan bo'lsa o'zini so'rab qo'yamiz. Bittadan like bosib qo'yinglar, xudo xolasa. Mana. Qo'ldan kelgancha ko'rsat. Necha pul bo'ldi? 2,5. Bug'ozmi?
32,5 bu boz ekan. Bular necha puldan bo'ldi do'stim? 42. 42. Arzon bo'libdi 42. Agar qochgan bo'lsa. Ana bola necha pul bo'ldi? 35. 35 bo'libdi. Rahmatjon aka, uz. Bu necha pul bo'ldi hoji aka? 30 million 500 bo'ldi. Boz. Bunisi Namangan viloyati Kosonsoy tuman Tergach bozori haftaning har juma kuni bo'ladi. Uzoq yaqindan keladiganlar kommentariyadan o'tib, Telegramdan lokatsiyani olishingiz mumkin. Qizim, oldingmi?